Nevaralarim qarang. Olxo'ri pishmagan-ku hali. Pishsin, yaxshilab maza kirsin. Uzumlarni qarang. Assalomu alaykum, aziz muxlislarim. Hammanglar yaxshimisizlar? Hammani xonadonida chiroyli uzumlar bu yil yaxshi bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Ana uzumlarni qarang. Yaxshi soldi bu yil. Nevaralarim kanikulga chiqdi. Shunaqa qilib somsalar qilib beraman de. Bu oshirma somsani hech qilmasdim endi bugun. Bola yeyishsin, bir chiroyli maza bo'ldi. Bolalar olinglar. Bismillahirrohmanirrohim deb. Bismillahni etib. Ol Ibrohim. Lila g'unchaligida ko'rsatuvdim. Mana bitta shoxdan 6 tami gullardi, bir ikkita guli mana to'kilib ketdi. Oranjiy rangi jo'natmayapti lekinchi. To'q oranjiy ekan. Mana stebili. Gortenziyalarim egilib qo'yganini qaranglar. Boshini qaranglar, kattaligini. Mana meni qo'limga 2 barobar keladi. Katta bosh qildi. Oppoq edi, ko'kardi o'zi. Asallarimni qarang. Nasıl gullar? Mana oppoq edi mana. Oppoq edi. Ko'm bo'lishdi. Nasıl gullar ko'p. Oxiri pishiydi, vaqtda kompot qilamiz. Canva engashib ketdi ko'pligidan. Olmalar ko'rinyaptimi yo'qmi? Lekin rosa qilgan janvar. Du solgan. Vaqtli pishadigan shirin olma ekan. Vobshe zo'r. O'n qaranglar ko'pligini. O'n qaranglar. Bolalarning rizqini qarang. Shunaqa zo'r solgan. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Azizlarim, yurtdoshlarim, kelayotgan hayit ayyominglar bilan hammanglar sog' salomat bo'linglar. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Vaqtinglarni ayamay ko'rganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.